Qachon kishi Ka'baga yo'nalgan holda boshini sajdaga qo'yar ekan, undagi barcha zararli impulslar chiqib ketadi. Bu tanadagi energiya balansiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Buni yaxshiroq tushunishimiz uchun oltin nisbat haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz lozim. Oltin nisbat bu katta masofaning kichik masofaga nisbatiga aytiladi va u 1.618 fi konstantaga tengdir. Bu nisbat ilohiy proporsiya ham deyiladi. Sababi Haq taolo aksar maxluqotlarni aynan shu nisbatda insho etgan. Bu oltin o'lchov yaratilish dalilidir. Ushbu nisbatni yer xaritasiga qo'llaydigan bo'lsak, yerning oltin markazi Makka shahriga to'g'ri kelishiga guvoh bo'lamiz. Makkaning oltin markazi esa Ka'ba-i muazzamaga to'g'ri keladi. Yerning oltin markazi Ka'baga to'g'ri kelgani bois, undan katta hajmdagi energiya ajraladi. Qanday qilib oltin markazidan katta hajmdagi energiya ajralishini tushunish uchun koinot yoki o'simliklarni misolida ko'rishimiz mumkin. Ularda energiya taqsimoti markazdan atrofga tarqaladi. Xuddi shunday atomlarda ham o'rtadagi yadroda musbat zaryadlar, pozitronlar bo'lib, atrofida aylanayotgan manfiy zaryadli elektronlarni o'ziga tortib itarilishi natijasida muvozanat hosil bo'ladi. Shu sabab ham qachon Ka'bani tavof qilarkansiz, sizdagi energiya muvozanatga keladi. Subhanalloh. Ha, bu ayni haqiqatdir. Tadqiqotlarga ko'ra, har kun atrof muhitdan tanamizga zararli bo'lgan elektromagnit impulslar qabul qilinar ekan. Bu salbiy impulslar miyamizning peshona qismida to'planib qolib, turli xil depressiyalarga, stresslarga, bosh og'rig'i, dangasalikka sabab bo'ladi. Bular esa o'z navbatida jiddiy kasalliklar keltirib chiqarishi ham mumkin. Ushbu zararli impulslardan yerning eng katta energiya maydoni, ya'ni Ka'ba tomon boshni sajdaga qo'yish orqali xalos bo'lish mumkin bo'ladi. Robbim bizlarga ham bu yerlarga haj va umra qilish uchun borishlikni nasib qilsin.